Yakup. Çek keynim tuş aldın mı sen? Men birazdan keyini uçup bakkan balamaz cuma men nemiş olsa aldı da bana. Aja sen nemiş kız burada? Ben birisinden köreşkilik gelgen. Layık tunuşturduğun yege. Şu men birisi köreşkilik gelgen layık tunuşturduğun yege. Sen maaş şəhərçirkdə. Əmdə bu layıq tunuşturduğun yerdə bir əkiş ilə görüşəb, əki təqimsən tügənməydiğin yerə düşdün digən nə əcə? Yox, təqimə nə? Mabdım ba mənə. Vay şapaq, vay tavuzun şapaqı. Vay, məbdən durub xalq ilə görüşəb, namus qısanmam da. Mən məli qoyduqla anlap qal sətəməz mə əcə? Yox, anda desən bulmaydı. Bu mənə iş qaraməsən düşündürüb verməndə bu yerdə. Elaqə mənim bir dostum var bizə. Elaqə layıq tunuşturduğun bir şirkətə çıxdı da bular. O yerdə katib işlər etdi bu dostlar. Dinamadaş bir uçuruş vaxtında çıxıb bəsən, faqat adam tapamadım. Çıxsan 200 qoyub pul vermədi. Şuna bu 200 qoyub pul yanlış qoyub kirdik, bir kaltasam oturma. Toğra. Şuna mı? Onu yaptım deməyəndən oturamadım. Toğra, azı pul tapmaq mı təş onu ostuyor. Mən şu layıq tunuşturuş çıxanda. Toxta. Dostun katib. Dostunun ismi Qaydı ya Mayra. Mayra. Ma xo'jayinning ismi Shalik Samat. Shundami? Ma uchrashtirgan shirkatning ismi Muhabbat Qasri. Muhabbat Qasri ras. Voy Shalik Samat. To'xta, nima oldi ya? Ya qaylan. Ma hozir sen men uchrashayotgan 8-chi qiz bola. Men necha vaqtdan ko'rishgan qiz bolalarimning hammasining bizar bizqanda, bizning bir qo'yan qo'ydak changshiydigan mijoz va bizning bir mengisning qurtavadek, bizning bir vat ish qilib bizlar apkanmaydi desam Shalik Samatning o'yini degana bu. To'xta. Men endi tushundim magipani. Demak, Samat ikkimizni tunishdi deyshunami? Hozir? Şuna Mayra men gap qilganda, adash bir körəsən, pek əstaylı olub getmisanmı? Çıxıbdan bir körüşəb kirib bir yarım saat amal uruşublam, qiç kəsən. İş tügəydi o şuna 300 qoyub pulunu vermədigan. Mında işva deyləm ya da. Mən bağa qara. Ay Shalik Samat degəni tepə tomoşqını tüp-tüz qıvatmaydigan bolsam, ismim Ahmet Sattan olmay ketsin demə? Toxta. Nima bo'ldi? Biz aldırmay bir iş qildi. Çaqqanlıq qilib qalsang, maşını buzub qo'ydigan ish chiqdi. Avval bir ishning aldaqini bilayli degina. Sen shahar qachon kirdin? 7-8 ay bo'ldi. 7-8 ay bo'ldi ya shahar kirgili. 7-8 qiz olga qo'yib pishirdim degina, yana bo'lsa. Ya bunda ish emas qo'ylar. Men qiz bilan ko'rishayotgan taqdir 3-4 ay bo'ldi. Mujjariyani ko'rishyapman. Qaylam, men mandalam deymi sana? Uchiqlam tushundirayim. Men shagva qo'ylam. Patin deb chigandigina. Ma Fatih qayla. Şagirçilik kitap. Bir saat raşqanda şagird ulab ishlayibmish. Shu men shagird chimamdan. Bu men kep bo'g'it o'zgarib qayla. Deb mundaroq adam bosman mayla. Ben yisibdak ishdan kiydigan qayla. O'zi yochibakda uroq. Chechini mozayyalib etganda keyniga taraydigan. Aba g'itmak bir xanak qo'y bilan ko'rishib qayla. Tak o'zik so'q qo'llarga silab, xinem deyishib qayla. İki gövde bir sağa yolab gitdi, xemide köpüşəb ikisi bizə kelib. İçim açıq oldu. Şunun bilan men bir qiz bilan ko'rishib yurmamdan haja. Bu Fatihning onun bilan ko'rishgan sen nereden bilding? Gap naqmish dedim. Men shag chiganda qayla. Bu shada mening bir Fatih, bir Shalik Samatdan boshqa tanishim yo'q. Shu Shalik Samat menga biz kunaliqa men qassobdan go'shalab, navoy pultalab, shuna uy ketib qolsam, jiring-jiringlik qildi. Qaylasam Samat. Vayla dedim. Adash Fatih miyad biz bilan ko'rishib, shavlab ketdi, navbatlashib, ikkisi mishadi, balliq qilib qo'ydigandek turdaydi qayla. Voy, go'shni mayoqqa, nanni oyoq tashlab ushqandek bosam, bir kapixanda, kapixanning o'ylizida haqchiq ko'rsin deb. Abi, abgabi qo'ydan valisi bilan ko'rishib, başa o'tamamda o'z ko'zimni ko'rdim jumatiga. Fatih Samat nereden ko'radi Fatih bilan o'balni? Manda qayla. Ma Samat degan qo'y, ma Shalik Samat bor. Fatihni yaxshi ko'rdi. Sarag'imi chiqqan bu. Shuning bilan bu ikkisini birga ko'rib, ichi ochiq ulab, shu menimi ko'rsin deb kulpon qilgandan men berib ikkisini naq maydondan ko'rdim. Ya Ahmet, ya mushuncha qaddishni bilamadingmi? Kim bo'ldi? Ya seningga bizlar o'ynayotgan vaqtda kallang toza etizlikning bulungi tek ketgan sening.
Voy, yo'qmi, bir ish chiqdim, eshakdan yiqilib ketganlikka beshim tegmagan meni. To'xta. Ha. Bu Samat, Fatim yaxshi ko'radigan tuza shuning gapiga ishondingmi sen? Ha? To'g'ri. Ha. Samat meni aldab ketdimi ya? Bu Samatni shaharda haq nima deydi bilamsan? Nima deydi? Samat Tiko deb ataydi qaravini. Samat Tiko? Ha. Ma mening ishlarim nima biz qo'llashmaydi ekan. Ma sotgan kalamning pulini menda ishtik tugab ketdi ekan desam, shaylik Samat meni qo'yib ketib baqa ishvadigini. Ha. Demak, ma Samat Tiko seni qo'yib baqqan shundami? Meni asqalgan qo'ydiganga. Sen ekdep olmagan ekanligini hozir mabtum qutuldirib olgan meni. Vay shaylik. Voy, yo'q. Buni qara. Biz kallashiltib bir taraf qilamiz. Endi ma shay kep seni bir adabiy ulab ketibsan ya, sen be biz bilan birga o'ynab chang'oga haja chayan nima kallishib deb bu ishqa qaylar kallishib tushma atarrang turib uriblam jitirab qilib bo'ldi. To'xta. Ma ishda o'zim sanadim. Voy, sening yordamlaring qanday yordam qilib ketasiz menga? Ey, sen mush partiyadan boshqasi bilmamdi zade. Ya qaylar menda. Partiyadan boshqasi bulida. Ilqima ilqa to'g'ri biz gap bor. Ko'nga yamanmi, ko'yganmi deb nima kerak eshakni yaxshi ko'rsang ichim qotdan deganda qaylar. Men ma partiyaning o'ziga emas, ma ismiga deganda ma yo'qma partiyaga ismi kunab qolibdi ekanman. Ay bizat qalimda ketib berib PR'ni ko'rsammi? Ay kallam o partiya chirvilab qaylar. Ay yuraklarim duppang soqab meningka. Vücudumda partiya qaplab, ay so'ygilarim shundaylik muhabbatlarim jilvilanib meningka qaylar shundaylik bir xil istablab qoldim qaylar. Ey, nereden duppang bilan yurgan partiya qaplaydi degan gaplarni sen ey. Ya manda qaylar, endi ma. Bu gapni so'rab qoldim bunda. Men qaylar. Biz asos jihatdan hozir bu shanba kuni damilab. Qolgan kuni bakalam emasmi? Shunga biz baka vaqtimda ma izdashdan kino ko'rib qaylar. Ma yaqindim ham bir kinoni vash yaxshi ko'rib qoldim. Ma'noda chiqilgan başrol guyva gap so'zga Shamar usta. Ha qanday qizvalni qaymoqdek ertab, ikki mo'mini o'tirib tasida aplam. Ham bodaklam yutib emasmi? Ha qandigini keltiraydi. Shuni ugunayotgan. Ay bo'pti. Sen izdashdan kino ko'ydek va sen yuqori saviyaga yetibsiz-mi sen ey? Ko'z gulmattamsa ya mijozing shundan qaylar. Ma izdashning kinoxonasidan kinoni vaqo, ma shahar chirib emas. Ay yezdika bunda vaqtimizda aldığımızı qo'yni qo'yib yetib, kaynimizni qalin etlab, qo'yvaqqash, qalvaqqash ko'rdik biz. Ma shahar chigandan beri texidami ko'rdigan bo'lib ketdik bakachilikda. Tilpini oladi. Akila. Izdashning kinoxon bordi? Ma izdashga 2 kishilik VIP. Unda bo'lsa qara, biz avval mush kinoni ko'rmaymizmi? Izdash e'lonsiz. Kino ko'ramdi hozir. To'xta, mani o'zim meni ko'ray. Hey, o'z gibimiz kelsak. Sen bu shag'chirib 4 5 6 7 8 qizlardan ko'rishib judingmi? Qo'ylab yuribsan ha. Ko'rishib judim deb, endi bu qizvaldan ko'rishma, bir akshul ko'rishib juramdim men ya, hali qo'nmasam bir akshul ko'rishib, suyshab ketadigan. Yo'q, ko'rasangmi, ko'rash qara. Men o'zim yordam qilgan bo'ldim-ku sana. Ha, qanday emas. Men sana men bilan bir turadigan bir do'stim tunishdim qo'yma. Sen? Do'stingni mandalam deyma aja. Mishar kelganam gapni kesayma, manda qaylar. Endi men qizvaldan ko'rasan. Partiyaning ko'zi ko'rsatib qo'ygan ko'rishma emasmi? Shuni ko'rishadigan qizvalar. Cho'qima chiroyli choy qo'yib, ishkida qizval bo'lish kerak-mi? Bo'lmish ko'rishmayman. To'xa. Qizvaldan qara, chiroyli choy qo'yib ishkil olmaydi. Tallab tazg'ushirabdi deb tazmi yo'q, mazmi yo'q qolib qolmasan. Qayla aja. Maq chiroyga choy qo'yib ishkil olmaydi, to'g'ri. Ammo shu bir umr shu qizvalning chiroyi qaylab choy ichadigan ishvada. Hamda shu choy ichayotgan vaqtda hamda chiroyi qaylab silab, o'tib ketadigan ishlar, yondirib qoladigan ishlar qolmasan, shunga vaqo. Eng avval chiroyi choy qo'yib ishkida qizvalni topsang, akayni to'xta. Avval men sana bu qizlarni tunishtirib qo'yay qara. Kim huquqida bir ko'rib yaxshi ko'ra qilamsa, bir gap tegil olmaydi, yomon chiroylik nima ava? Chiroylikmi? Amisi bulda chiroyli qizvallab qolsa biz soyoq ko'rasak bulda hamda. Ismi nima do'stingning? Rizvan Gul. Voy bo'ldi. Rizvan Sarang. Uy! Popotangda qizvalijma, ava Rizvan popotang deydi ne? Popotang. Allah sabr ekan.
Popotangda qiz bollab qolsa tonishla. Ha. Unda olsa men xotirjam. Qachon ko'rishma? Avsa men qara, shu 2-3 kunning ichidalam Rizvan ishkanlarni uchirishidanga qara. Uygilam o'rnashtiray. Ha, ma bo'ladi ekan. Abi uyingni bir ko'rib baqila, sen bilan bir billa o'ynab cho'ng'o'g'a, bunda nada turvatsa, cho'ngshad shundami ya? Ha, ma'qul. Ya lekin, ha. Maoshni samat bilib qolmisan. Vay, 200 qo'yangda ansirab ketdingmi, aja? Ma pul mening yonchiqimda. Xohlasam baqa, hammani bermayman sana. Navadi ma ishim bitib qolsa qaylar. Mava yanchiqda biz muzayning puli bor. Ammo qotanda texina 40lik qala boqa men qaylash emasmi? Sizni o'zim ayrim rozi qilaman. Ha, buni bilaman. Qiz bolangga deb qo'y. Ma pul pichakdan xotirjam bo'lsin. Ma meni Ahmad Sattan munda odam deb tunishtirib qo'y. Ma bizga o'xsha 50-60 boqsi odamdan qayla. Ma hozir men shahardan Daykanga badoy deb yurgandan kunimiz yaxshimi? Shunga xotirjam o'rlashtirayver. Ey, bunda olsa ish bunda olsun. Men mangay. Qara. Bunda qayla. Mavo ko'nglim sana. Voy, ha. Bunda men burundan qo'li uchiq odam o'zaqsa. Bilmadim. Ma shahar chirib taq bir qiz ollan qurqol ko'rishib baxmidan. Mani men mabad ko'rib qolsa, do'stim berganlamda ato'ga men o'zim o'ngshayman. Tushundingmi? Tushundim, uni tasirma. Avsa men mangdim qara. Sen o'tirib qolman 2 kunga qilolashtirma. Qo'qima? Aja. Bizning popotdan xalqning putiga chaplashib ketishdan burun maoshni o'ngshajimi? Popotanglarimiz bormi turqida? Popotangni chaynab tas qilib etib o'ynamaydigan bo'lsa. Lekin hozir eng bishda o'ngshaydigan ham Shalik Samat.